Hop. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz Windows Networking and Series tushadi. Shu mavzuda Windows komandalarini CMD orqali boshqariladigan va berilgan komandalarni o'rganib ketamiz. Har doimgidek biz CMD ochamiz. Tajribaviy knopkasini bosgandan keyin shunaqa okno ochiladi. Mana bitta turingga mana okno ochiladi. И mana bitta CMD yoziladi. Bilmaganlar uchun. Qilamiz. Yaqinlashtirib olamiz. Hackersga server hammaning qo'llab bosinglar yashil bo'ladi. Ketdi. Birinchi komandamiz ipconfig. Kompyuterda bo'lgan mavjud IP manzillarini ro'yxatdan chiqazadi. Ikkinchisi ipconfig. Bu tarmoq adapterlariga oid barcha batafsil ma'lumotlarni chiqazadi. Degan komanda ipconfigdan ipconfig release ipconfig bu komanda orqali IP manzillar bo'shatish, o'chirish buyruq yordamida kompyuter hozirgi dinamik IP-larga bog'langanlarni bo'shatadi. Ya'ni DHCP serverdan olingan IP manzilini bekor qiladi. Это сорот это то, что невозможно выполнить операцию над интернет-прокат включена сеть. Bu operatsiyani qilib bo'lmaydi, chunki sech ochiqda otdi bizga. Boshqa komandaga o'tamiz. Olamiz. Display. DNS cache-ni ko'rsatish. Bu kompyuteringizda saqlaydigan DNS cache-ni, ya'ni domen nomlarini va ularning IP manzillarini ko'rsatadi. Ketib ko'ramiz. Bu DNS cache ilgari kirgan saytlar nomlari va ularning IP manzillarini tezroq yuklash uchun vaqtincha saqlanadigan buyruq deb aytsam bo'ladi. Keyingisi bizga System Info ga keldi. System Info -s dan boshlaymiz. Podrobneyroq bu komandalarni ham tushunib ketasizlar. -s bu komanda nima qilsa bo'ladi? Bu komanda orqali tarmoqdagi boshqa kompyuter haqida ma'lumot olish mumkin. Buni qo'llanilishi mana bunaqa bo'ladi. Birinchi System Info -s komandasi keladi va qurbon kompyuteri yoki oramizdagi bo'lgan kompyuter IP manzili teriladi va uni username teriladi agarki bilsangiz, yoki paroli ham обязательно bo'ladi. Bunaqa qo'llaniladigan bir buyruq bor bizda. -s bu masofaviy kompyuter IP manzili, boya aytayotgandek -u username bu propertylarni yozib olish kerak, baribir kerak bo'ladi. Emas, baribir yozib olish kerak. -p parol aytayotgan yozilganidek. Hop, set komandalariga keldi. Sal boshqacharoq bo'ladi. Set komandalari orqali bizda set buyrug'i muhim environment o'zgaruvchilarni ko'rish va yaratish uchun ishlatiladi. Bu buyruq Windowsda CMDda jurnalga ekranga hozirgi barcha muhit o'zgaruvchilarini chiqaradi. Misol masalan bizda chiqdi hozir o'zgaruvchilardan app'da username degan bor. Yoki men to'g'riman o'zim o'zgaruvchi kiritgan ekanman. Bu setx orqali qiladi. Setx orqali doimiy o'zgaruvchi qilib qo'yish mumkin. Men hozir podrobneyroq tushuntiraman sizga. O'chirish. Qanaqa o'chiriladi? Shu narsani hozir yana ko'rib ketamiz. Set show name barobar qo'ysak, adashmasam o'chiriladi edi. Endi komandani terganimizdan keyin mana VPP surname yo'q bo'lib qoldi. Mana aytaman, surname VPP yo'q bo'lib qoldi yoki shotladi adashmasam. Da, o'chirildi. Set-u set-u orqali harfi bilan boshlanuvchi barcha o'zgaruvchilarni chiqaradi. Точнее, set-u mavzusi set u komandasi orqali u dan boshlangan o'zgaruvchilarni chiqarib beryapti bizda.
Yangicha. Boya aytib o'tganimdek, endi setx komandasiga ham keldik. Setx komandasi orqali doimiy muhit environment o'zgaruvchisini yaratish mumkin. setx buyruqda Windowsda ishlatiladi. U orqali doimiy o'zgaruvchi yaratiladi. Farqi shundaki, set vaqtinchalik semga onasini yopilgach yo'qoladi. setx esa doimiy bo'ladi. Windows qayta yopilganda ham saqlanadi. Bir marta masalan saqlash qildingizda kompyuterga rebootlar olganingizdan keyin boyagi qo'shilgan o'zgaruvchi o'chib ketadi. setx orqali boyagi qo'shilgan o'zgaruvchi saqlanib qoladi. setx komandasi doimiy o'zgaruvchi kiritish uchun bir kerakli Windowsdagi buyruq. Endi setx qanaqa ishlatilishini qiziqqanlar uchun my name setx bilan yaratilgan o'zgaruvchi joriy oynada avtomatik ko'rinmaydi. Yangi semga oynasini ochish kerak ekan. Sorry, VPP qolib ketibdi. Mana, наконец. Nihoyat bizda ko'rindi. Ishladi. Yana bitta eslatma, setx orqali foydalanuvchi darajasida yaratilgan, agar tizim darajasida system wide yaratmoqchi bo'lsangiz, administrator sifatida ishlashingiz kerak. Aytmoqchi, bu yerda setx orqali foydalanuvchi darajasida yaratiladi. Agar siz tizim darajasida system wide yaratmoqchi bo'lsangiz, sistemning ishlamoqchi, sistemni o'zgaruvchi yaratmoqchi bo'lsangiz, bu kompyuterlarga barcha huquqni bera olish uchun sizlar administrator sifatida semga kirib oling. U yerda setx yaratishinglar kerak bo'lmoqchi.